bo'ylab biz ayni daqiqalarda so'ngra sizlarni raqsga chorlab qolamiz. Sevinchli. Aziz do'stlar, davramiz davom etar ekan mehrangiz. Hozir siz ukajoningiz Husaynjon bir chiroyli qo'shiq tayyorlaganlar. Ruxsatlaringiz bilan Husaynjon tayyormisiz? Davraga taklif qilamiz. Ayni daqiqalarda surpriz sovg'amiz bor. Opajonlarni o'zlarini chiroyli qo'shiqlari bilan tabriklab o'tadilar degan umiddamiz. Marhamat, sahnaga Husaynjonni taklif qilamiz. Assalomu alaykum, mehmoni aziz. Otajon, baxtli shavet, pochom qaytib qo'sha bershavet. Hozir Seyit ashulachi qushrecha xonda mityam. Kam bushatam. Padarkacha amash momba. Mana bu in sastavcha begonane hammeshon ustozo, jonashon sog' bo'shat. Mustafoyev Muhammad ustozam to'yxonaga kafon kaysin namoza mokalashdi. Noshat amash momba Seyit ashulachi qushrecha xonda mityapti. Bugun ko'zimda yosh, opamning to'yi, chiqdilar ostonadan yuragim mo'yi. Oq libosingiz yarashibdi, biram shirin to'yi, opamning to'yida yig'lagan ukaman. Opa jonim, mehribonim, baxtiyor bo'lsin sizga doim. Oq libosdagi farishta oyim, menga salom bering, bitta muloyim. Bale to'y muborak shabat. Ahe yasha. Kalbo mehromi on mohina urasida, Roman kashona meran gulhora chida, Basan moqargi targi barigashti davida. Man mister kafoyash raftan chunon davida. Kalbo mehromi on mohina urasida, Roman kashona meran gulhora chida. To'y muborak shabat. Hey Samarqandda bu to'mash, kanika to'mash. Samarqandda bu to'mash, kanika to'mash. Samarqandcha mehmonim, kelin domod baroyash. Samarqandcha mehmonim, kelin domod baroyash. Ajil anuri qo'rg'on, six kabobi g'ijdivo. Ajil anuri qo'rg'on, six kabobi g'ijdivo. Tandiri chorba kirash, barrachaya beqilash. Tandiri chorba kirash, barrachaya beqilash. Rahmat. Husaynjonga bitta qarsiylar bo'lsin, Xudoyjonlar. Gap olish mumkin emas. Husaynjon, kostyum shimlar yarashgan, yo'lda qizlar qarashgan. Husaynjon, sizga bitta savolim bor. Nasib bo'lsa, yillar o'tib, kelin-kuyovlarimizga Alloh farzand ato etganda siz ularga kim bo'lasiz nasib bo'lsa? Tog'a. Yashang, tog'a bo'lsa degani bitta qarsak chap qo'yinglar Husaynjonga. 10 marta tog'a bo'lish nasib qilsa. Rahmat, sanatingizga san'at qo'shilsin, ustozlaringiz yo'lini bersin. Ovozingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Juda chiroyli qo'shiqlar yangradi. Qudalarimiz chiroyli raqslari bilan tabriklab o'tishdi.